Atomiy kompaniyasining kofilari shunchaki chanqoq bosti ichimlik emas. U inson organizmi uchun foydali, sog'lig'i uchun kerakli bo'lgan ichimlik hisoblanadi. Kofe miqdori hamda sut miqdori ana shunday stiklarda me'yorda, ya'ni inson organizmi uchun kerakli bo'lgan me'yorda, miqdorda joylangan. Siz esa kun davomida mana shu kofelardan 1 chashkadan 4-5 chashkagacha bemalol tayyorlab iste'mol qilishligingiz mumkin. Bu nafaqat insonning xotirasi, insonning fikrlarini jamlashi, insonning jigari uchun, boshqa organlari uchun ham foydali bo'lgan, kerakli bo'lgan, sog'liq uchun muhim bo'lgan ichimlik hisoblanadi. Shuning uchun sizlarga ham kofeni iste'mol qilishlikni tavsiya qilaman. Juda ko'pchilik meni davleniyam bor, kun issiqda kofe icha olmayman deb o'ylashadi. Kofeni iste'mol qilib, davleniya chiqib yoki bo'lmasam issiqda kofeni ichib bezovta bo'lish holatlari bo'lmaydi. U o'zi shundoq ham kofeni ichmasa ham insonlarni o'sha issiqda mazasi qochadi yoki bo'lmasam kofeni ichmasa ham davleniyalari ko'tariladi. Kofeni boshqa organlarga ham foydali jihatini ko'rib turib iste'mol qilishlikni tavsiya qilaman. Salqin tushdi, kofe sezon boshlandi, lekin qanaqa kofe? O'sha salomatlik uchun foydali kofe ichyapsizmi, yo'qmi? Shunga diqqatli bo'lingda va sog'lig'ingiz uchun eng sifatli bo'lgan kofeni ichishlikni tavsiya qilaman. Bu Atomiy kompaniyasining qora arabika kofelari va sutli arabika kofelari va shu bilan birgalikda shakarsiz kofelar.